Bugungi mavzu yuz parvarish qilganda xatolarim haqida gapirib bermoqchiman. Qanaqa xatolar qilganman va qaysi xatolarim yuzimga qanaqa ta'sir qilganini aytib. Navbatda makiyajni penkada yuvish. Penkada yuvish makiyajni bu narsani oldin qilardim. Noto'g'ri hisoblanadi. Chunki baribir penka makiyajdan chuqur tozalab bermaydi. Ko'pchilik menimcha shu apelsin bilan bo'lgan videolarni ko'rgan. Shu makiyajni yo micellarkada yoki gidrofilni yog'da yuvishni tavsiya etiladi. Micellarka yoki gidrofilni deganda bu yuz turiga qarab tanlanadi. Ba'zilarga gidrofilni juda ham yoqadi, ba'zilarga micellarni juda ham yoqadi. Micellarka yoki gidrofilni bilan yuvgandan keyin обязательно penka bilan yuvish kerak. Ikkinchi xatoyim bu ko'p aktiv ishlatish bo'lgan. Ertalab ham kechqurun ham har kun ishlatardim va yuzimga baryerni tiklovchi vositalar prosta umuman ishlatmasdim. Shu orqali ham baryer buzilib ketgan edi. Masalan, peeling ishlatgan kunim harakat qilaman, baryerni mist, krem ishlatishga, aktiv ishlatmaslikka harakat qilaman. Peeling penka ishlatmagan kunim обязательно pH penkalar olaman. Dr. Jartning penkasi juda ham konsistensiyasi yengil, yaxshi ko'piradi va quritib tashlamaydi yuzni, ayniqsa Dr. Jartning shu penka. Hozir aytib berayotgan narsalarim естественно individual. Menda shunaqa bo'ldi, sizlarda ham shunaqa bo'ladi degan narsa yo'q, естественно. Shu narsani ham inobatga olinglar.